Assalomu alaykum. Sizlar bilan Lightship. Bugun yangi iPhone 17 ni qanday buyurtma berishni o'rganamiz. Avvalo, Apple'ning rasmiy saytiga o'tamiz va darhol buyurtma berish tugmasini ko'ramiz. Keyingi bosqichda kerakli modelni tanlaymiz. Bizda bu 17 Pro olov rangidan 256 GB xotirali. No Trade In bo'limini tanlaymiz. Keyin esa pastga tushib, buyurtma berish tugmasini bosamiz. So'nggi variantni tanlaymiz. Bu yerda siz mening AQSh manzilim sahifasidagi barcha ma'lumotlarni Lightship shaxsiy kabinetingizdan olsangiz bo'ladi. Quyida esa o'z elektron pochtangizni va ombor raqamini kiritasiz. Bu ham shaxsiy kabinetda mavjud. Shundan so'ng davom etish tugmasini bosamiz, to'lov turini tanlaymiz, karta orqali to'laymiz va ma'lumotlarni kiritamiz. Keyin esa yana davom etish tugmasini bosamiz. Eng muhim jihat, Apple to'lovni tovar yuborishdan oldin amalga oshiradi. Shu sababli kartangizda kerakli mablag' bo'lishi va internet to'lovlari faollashtirilgan bo'lishi kerak.